Emmanuel Makron omadsizmi? Fransiya prezidentining hukumat va oiladagi roli qanday farqlanadi? Hamas otash kesim bo'yicha AQSh va Isroil talablariga rozi bo'lmadi. Bu Hamas uchun halokatli bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun yakshanba. Ortda qolayotgan haftaning eng muhim voqealari tahlilini diqqatingizga havola etamiz. G'azo sektorida hamon vaziyat keskinligicha turibdi. Falastinlik tinch aholi halok bo'lishda davom etyapti. Ayni paytgacha Isroil armiyasi o'ldirgan g'azoliklar soni 52 mingdan oshdi. Ularning aksariyat qismini ayollar va bolalar tashkil etadi. Anklavda ochlik va vahima boshlangan. Isroil esa o'z genosidini davom ettirishga, Hamasni va G'azo sektori aholisini yoki butunlay qirib tashlash yoki xorijga haydab chiqarishga qat'iy bel bog'laganini ochiq aytmoqda. Anklav to'liq blokada qilingan. Bu yerga gumanitar yordam, oziq-ovqat va dori-darmon ham o'tkazilmayapti. O'tayotgan haftada bu zaminda ham tinchlik o'rnatilishiga umid uyg'ondi. AQSh tomoni sektorda 60 kunlik otash kesim borasidagi takliflarni taqdim etdi. AQShning maxsus vakili Steve Witkoff tomonidan ishlab chiqilgan yangi kelishuv loyihasi, shuningdek, gumanitar yordamga qisman ruxsat berish, tutqunlarni almashtirish va tinchlikka olib boruvchi yo'l xaritasini o'z ichiga olgan. Ushbu taklifga Isroil darhol rozilik berdi. U shu otash kesimdan foydalanib biroz dam olish va Hamasning qarshiligini sindirib, anklavni batamom bo'ysundirishni niyat qilgan bo'lsa ehtimol. Witkoffning taklifini AQSh prezidenti Donald Trump, shuningdek Misr va Qatar ham tashabbuslarni qo'llab-quvvatladi. Ammo Hamas bunga rozi bo'lmadi. Buning sababi tushunarsiz. Nahotki Hamas tinchlikni istamayapti. Hamas AQShning bu taklifi borasida mutlaqo boshqacha fikrda. Hamas ushbu kelishuv haqiqiy va uzoq muddatli tinchlikka olib bormasligini, aksincha, urushning navbatdagi bosqichiga yo'l ochishni da'vo qilyapti. Eng muhimi, kelishuvda Isroil qo'shinlarining G'azodan to'liq chiqib ketishi aniq bayon etilmagan. Hech qanday kafolat yo'q. Bu esa Hamas Isroilning garovdagilarini ozod qilgan zahoti Isroilning yangi kuch bilan yopirilishi va Hamasni butunlay tormor qilishini anglatadi. Chunki Hamasning qo'lida Isroilni muzokaralarga majbur qiladigan asos qolmaydi. Yana bir og'riqli nuqta bu gumanitar blokadaning saqlanib qolishi bo'ldi. Hamasning fikricha taklif qilingan mexanizmlar aholining asosiy ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Oziq-ovqat, dori-darmon, elektr, shifokorlar xizmati bularning barchasi hanuzgacha katta muammo bo'lib qolmoqda. Garchi muzokaralar hozircha o'z samarasini bermayotgan bo'lsa-da, elchilar, vositachilar, jahon siyosatchilari vaziyatga umid bilan qarashyapti. AQSh, Qatar va Misr diplomatlari hanuz muzokaralar stolini tashlab ketmagan. Ularning qalbida tinchlikka, odamlar hayotini saqlab qolishga ishonch bor. Ammo bilamizki, tinchlik faqat imzo qo'yish bilan emas, balki ishonch bilan mustahkamlanadi. Qolaversa, Isroil har qanday kelishuvlarni surbetlarcha buzishi bilan mashhur. Uning bergan so'z va va'dalari, imzo qo'ygan bitimlari yong'oq va shoxishalik qimmatga ega emas. Hozircha hech narsa aniq emas. G'azo aholisi to'liq tinchlikni kutib yashayapti. Lekin shu kun kelarmikan? Savol hamon ochiq qoladi. Ortda qolayotgan haftada yana bir voqea jahon mediasining diqqatini o'ziga tortdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron va uning rafiqasi 25-27 may kunlari Vyetnamda bo'lishdi. Albatta, Fransiya prezidentining ushbu navbatdagi davlat safari dunyo geosiyosiy manzarasiga ta'sir qila oladi deyish qiyin. Biroq samolyotdan tushish arafasida Fransiyaning birinchi xonimi erining yuzini turtgani yoki ayrim talqinlarga ko'ra shapaloq surgani butun dunyoda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hamma unga munosabatini bildirdi. Vaziyatni va voqea sabablarini aniqlashtirishga harakat qilishdi. Avvaliga Yelisiy saroyi mazkur videoning haqiqiyligini rad etdi. Undagi kadrlar sun'iy intellekt yordamida yaratilgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Ammo keyinchalik Fransiya prezidenti matbuot xizmati ushbu lavhalar haqiqiy ekanini tan olishga majbur bo'ldi. Bu voqea prezident samolyoti Vyetnam aeroportiga qo'nganida sodir bo'lgan. Prezident samolyot eshigi ochilgan paytda rafiqasiga qaragan va shunda u kutilmaganda uning yuzini turtib itarib yuborgan. Keyinroq lab qimirlashdan o'qib oluvchi mutaxassislarning fikricha, birinchi xonim eriga shivirlab, "Bor yo'qol omadsiz" degan. Keyin ular trapdan pastga tushayotganida ham Makron xotiniga qo'lini tutdi. Biroq Bridget uni silkib tashladi.
Keyinchalik Makron bu vaziyatga munosabat bildirar ekan, rafiqasi bilan o'rtalarida jiddiy janjal bo'lmagani, ular shunchaki hazillashishgani aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, jamoatchilikning bo'lgan voqeaga munosabati unga geoplanetar falokat darajasiga chiqib ketganidan ajablangan. Makron shuningdek, Yevropa rahbarlari bilan samolyotda o'tirishganida bir paketni stoldan olib yashirganini narkotik deb vahima ko'tarishganini, go'yoki Turkiya prezidenti bilan sammitda Sammanga borib qolishgan deya mishmish tarqatishganini ham eslatib o'tdi. Makronning aytishicha, bunday izohlarning hech biri haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ma'lumki, Emmanuel Makron Bridgetga 2007-yilda uylangan. Ular Amindagi katolik litseyda tanishgan. O'shanda Makron o'quvchi, Bridget esa fransuz tili o'qituvchisi va dramatik to'garak rahbari edi. Ular o'rtasida chorak asrlik farq va Bridgetning avvalgi nikohidan 3 nafar farzandi borligiga ham qaramasdan, Makron shu ayol bilan oila qurishni istagan. Biroq g'alati jihat shundaki, eri dunyodagi barcha sohalarda ilg'or bo'lgan 5 ta qudratli davlatning rahbari bo'lsa-yu, o'zidan 25 yosh katta bo'lsa-da, farzand ko'ra olmasligini bilsa-da, uylangan erini "Hoy omadsiz, mendan nari tur" deya haqoratlash uchun qanchalar jur'at zarur. Ba'zan hayotda g'irt pianista, qashshoq va omadsiz, xullas har sohada hammadan orqada bo'lgan erkaklarning ayollari erlariga tik gapira olmaydi. Uning barcha qiliqlari va kaltaklashlariga ko'nikib yashaydi. Nega shunday? Psixologlarning izoh berishicha, avvalo odam qulay va farovon hayotga tez ko'nikadi. Buni oddiylik deb qabul qiladi. Ikkinchidan, bu hayotga loyiq ekanmanki, shunga erishdim deydi. Bundan ham zo'rroq hayotni istab qoladi. Garchi buning barchasi erining sharofati bilan bo'lsa ham. Qolaversa, omadsiz va no'noq pianistalarning xotinlari erlarini tashlab keta olmaydi. Ular o'zlarini ona va javobgar rolida ko'rishadi. Bunday ayollar erini tarbiyalashga, uni o'zgartirishga urinadi. Afsuski, buning uddasidan chiqa olishmaydi hech qachon. Biroq umidlarni uzmaydi. Endi yana Makronga qaytsak, qisqa qilib aytganda, uning g'arbona tarbiyasi, Yevropada avj olgan feminizm va ayollar emansipatsiyasi bunga sabab bo'lgan deyish mumkin. Agar g'arb madaniyati nuqtai nazaridan qarasak, Makron qahramon, xotiniga mehribon va diplomat inson. Bu borada Donald Tramp bildirgan bir fikr mazkur munozaralarga nuqta qo'ysa kerak. Tramp Makron va uning xotini bilan yuz bergan voqea yuzasidan fikr bildirib, u yerda nima bo'lganini aniq bilmayman, biroq bunday paytda eshiklarni yopib qo'ygan ma'qul deya fikr bildirgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan fikrlarimiz asosan shulardan iborat edi. Hafta voqealari yuzasidan fikrlaringizni izohlarda yozishni unutmang. Keyingi yakshanba kuni ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.